Bizning Anilan Dublyaj.uz kanalimizni homiy bo'ling va sizning loyihalaringiz bizning kanalimizda namoyish etiladi. Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Ey yo, nima gap? Qanday qilib bu o'yindan o'tsam bo'ladi? Bular Ender Drakonni mag'lub qilishimga to'sqinlik qilarmikin? Agar qachonki men o'lib qolsam, yel la'nati yey. Men xafa bo'lishimga to'g'ri keladi. 1 million aholiga ov boshlandi. Ey, o'zingni bos, men hali joyimdan qimirlamagunimcha ov boshlanmaydi. Tur yo'qali la'nati. Yel la'natilar ey. Men mana bu yerdan sakrashim, mana endi boshladik. Bularni qanday mag'lub qilsam ekan? Bola ham bor ekan. Nima gap bolajonim? Yaramas, sen bolani urib tashlab ketmoqchi edingmi? Men afsusdaman. Sen bir zumda katta bo'lib qoldingmi? Mana endi men tayyorman. Jin ursin, men qayergadir berkinishim kerak. Haligi mana bu sigir seni tasqara dedi. Qadaringga la'nati. Jin ursin, ular juda ham ko'p ekan. Men portal ichiga berkinsam bo'ladi. Nima bo'la bu? Mana endi olg'a, men o'zimga ajoyib va g'aroyib narsa topib oldim. Mana bu uyga berkinsam bo'ladi. Ular bu yerni tekshirmasa kerak. Iltimos, faqat bu yerni tekshirma. Jin ursin, axir meni yarimta yuragim bor. Menimcha o'yin shu yerda tugasa kerak. Xayriyatki uning ko'zlari ko'r ekan. Xayriyatki bu yer tinch ekan. Faqat menga tegma, iltimos. Bu yerga chiroyli skelet qayerdan keldi? Nima? Jin ursin, axir sen daltonik ekansan. Men shunchaki chiroyli skeletman. Rasvo bo'lishimga ozgina qoldi. Shoshma, axir sen qariyasan-ku. Menimcha sening ko'zlaringda muammo bo'lsa kerak. Ha, men oldingidan yaxshi ko'ra olmayman. Ajoyib-ku. Shuning uchun meni ko'zoynaklarim bor. Ko'zoynaklar deysanmi? La'nati. Shoshma. Bir daqiqa, men bu yerda nima qilib yuribman? Ajoyib, u o'z xotirasini yo'qotgan. Balkim. Xudoyim, bo'ldi, men taslim bo'laman. Bu sinovlardan o'ta olarmikinman? Jin ursin, ular meni qurshab olishdi. Shoshma, men bilaman nima qilishni. Menga sening guning kerak. Bo'lishi mumkin emas. Axir bu ish beryapti. Bu yerdan quyon qilamiz. Bu qo'zivoy hozirgina meni hayotimni saqlab qoldi. Senga qanday rahmat aytsam bo'ladi? Nima? Faqat bu o'rtamizda qolsin. Harom bolangni olib ket. Shoshma. Men bu bolani o'zim bilan olib ketaman. Men tayyorman. Men yaxshi otaman. Shu yerda turganda joyingdan qimirlama. Qani olg'a, men ozodman. Ulardan va nihoyat qutuldim. Endi borib men ulardan, menga tegma, nima xohlasang hammasini qilaman. Web kamerangni yo'q. Nima? Men hech qachon kameram yo'qmayman. Mayli, o'zingni bos. Mana men aytdim-ku, nima xohlasang qilaman deb. $100 yirtib tashla. Balkim kerak emasdir. Bo'lmasam $200 yirtib tashla. Mana ko'ngling joyiga tushdimi? Mana endi sen $1000 yirtib tashlashing kerak. Sen esing joyidami? Men $1000 yirtib tashlamayman. Bo'lmasam o'zingni yuzingni ko'rsat. Mana hammasi tayyor. Endi ketchumni sutga qo'shgin. Axir bu oson-ku. Endi uni ichgin. Nima, ustimdan kulyapsanmi? Ichyapman, boshingga urib yoraman. Mana endi ko'nglim joyiga tushdi. Meni hozirgina zo'rlab ketishdi. Mana endi ov mavsumini boshlasam ham bo'ladi. Men g'olib bo'lishim uchun menga 5 ta narsa kerak bo'ladi. Men o'zimni tiklashim uchun menga oziq-ovqat kerak. Keyin esa men o'zimga yog'ochlar va temirlar topishim kerak. Men o'zimga qurol-yarog' yasab, o'zimni avtoritetimni ko'taraman. Keyin esa yer osti dunyosiga olovli tayoqchalarni olishga boraman. Keyin esa men kirayga borib bu o'yindan o'taman. Tamom. Sening musur rejang ish bermaydi. Shunchaki ovozingni o'chir. Qani olg'a, o'zimizga oziq-ovqat izlaymiz. Men cho'chqani ko'rdim. Qani olg'a! Yel la'nati, sal qoldi meni ushlab olishardi. Menga boshqa reja kerak. Bu haqiqiy cho'chqa bo'lsa kerak. Qani bu yoqqa kel cho'chqa. Men bilaman buni qanday o'ldirishni. Menda po'latdan qattiq qurol bor. Jin ursin, sassig'iga chidab bo'lmaydi. Yana bir cho'chqani ko'rdim. Jin ursin, sen juda ham tasqara ekansan. Men buni hech qachon yemayman. Borib o'zimga boshqa izlayman. Men hech qachon taslim bo'lmayman. Nima gap cho'chqa, men seni yemoqchiman. Men shunchaki hazillashganman. Men hazillashganman. Bo'ldi, men vegetarian bo'laman. Bo'ldi, men tayyorman. Mana endi yog'och izlaymiz. Yog'och olish uchun biz bir ikkita daraxtlardan chopamiz. Bular nima qilishyapti? Jin ursin, bular daraxtlarni qo'riqlashyapti. Menda ajoyib g'oya bor. Oshna, mana bu seni onangni haqorat qildi. Nima? Sen meni onamni haqorat qildingmi? Yo'q, unday qilmadim. Men tayyorman, qani olg'a. Men senga ko'rsatib qo'yaman onamni haqorat qilish qanday bo'lishini. U sening onangni semiz deb aytdi. Bilasizlarmi nima? O'zi uni onasi haqida nima degan edi? Nima? U seni onangni cho'chqadan ham battar dedi. U aytdiki, qornini kaktus bilan ishqalashing kerak ekan. Sizlar talpa bo'lib urishingizni xohlayapti. Mana endi aftiga qarab tushinglar. Rahmat senga, Gross, meni onamni hurmat qilib qarab turganing uchun. Hech qisi yo'q, oshna. Qani onajon, yuring. Mana endi menga temir kerak bo'ladi. Qani olg'a. Bu yerda ham qo'riqchilar bor ekan. Bo'lmasam plan B ga o'tamiz. Menga o'z kiyimingni berib tura olmaysanmi? Men tayyorman. Men temirchini ko'ryapman. Nima gap oshna? Bu bunchalik ham qiyin bo'lmasa. Qani olg'a, meni temirlar kutyapti. Seni menga turq talovating yoqmayapti.
Qani olg'a, mana endi menga yog'ochlar va temirlar bor. Mana endi men qurol yasabilaman. Bu qurolni sinab ko'rishim kerak. Lekin meni hech kim ko'rmasligi kerak. Agar men osmonga qarab otsamchi? Oh, men buni uddaladim. Tushunmadim nima? Yo, aholi zarar ko'radi. Agar men daraxtga qarab otsamchi? Nima tushunmadim? Ey! Demak, bizga boshqa reja kerak. Ey, qo'yning yungi yumshoq bo'ladi. Buni hech kim ko'rmaydi. Qani bilmasam bir sinab ko'ramiz. Qani olg'a, men buni uddaladim. Tushunmadim. Yo, xudoyim, o'zing kechir meni. Ey, yo, o'zingizni bosing. Ey! Boshla, mana meni pistoletimni ushla. Yo'q, senga katta rahmat. Axir bu guruh emas. Nima balo, sen oddiy aholi bilan guruh farqiga bormaysanmi? Bo'ldi, men hech kim otmayman. Qani tirrancha menga zumradlaring ber. Yo'q, menga bir odam bergan. Sen meni to'xtatib qola olmaysan. Bir daqiqa. U qayerga chiqdi? Padaringga la'nat. Endi sening narsalaring menga tegishli. Albatta jonim, ola qol. Qaltis harakat qila ko'rma, menga faqat narsalaring kerak. Yordam bering, men tiqilib qoldim. Nima? Men bor budingni olib ketaman. Nima bu? Sutmi? Buni ham olib ketaman. Ey, nega meni ko'nglim aynayapti? Axir bu sut emas edi. La'nat tvar, nima edi bu? Bo'ldi, o'yin kulgi tugadi. Qani menga olmoslaringni ber. Xo'p, beraman, lekin undan oldin men buni bir narsa qilishim kerak. Nima? Ey, la'nati, nimalar qilyapsan? Sizlar meni ustimdan kulsalaringiz, men sizlarni ustingizdan 2 barobar kulaman. U hozir katta tezlik bilan kelyapti. Sen kimni qutqarasan? Bizga yordam ber. Bolaginam, o'g'lim, agar meni qutqarsang, men senga Xbox olib beraman. Wow! Men senga mashina olib beraman. Yo'q. Men senga notebook olib beraman. RTX eng kuchlisidan. Hey, wow! La'nati, u tanlovda adashdi. Oshna, men afsusdaman, ming bor uzr. O'lmagan ekan, demak ishimiz hali tugamadi. Mana endi men afsusdaman. U hali ham tirikmikin? Hey, nima gap oshna? Mana endi oshna, men aniq afsusdaman. Uni hali yuragi uryapti. U o'z onasini qutqarib qoldi. Endi onasi unga mashina sovg'a qiladi. Xbox ham, notebook ham. Xo'sh, ovni davom etamiz. Grox? Yo, men qanaqasiga Grox bo'laman? Sen bola meni kim bilandir adashtirding. Jinursin, men ularga tegmadim. Ha, bu mana shu edi. Yo, u hazillashyapti. O'zingizni bosing, biz un bilan do'stmiz. Biz shunchaki o'ynadik. Men shunchaki uni bir tekshirib ko'rmoqchiman. Ey, men shunchaki hazillashdim, lekin men bu ishni qilganim yo'q. Bu Grox ekanligim haqida dalil bo'la olmaydi. Ey, bitta udarda nokaut bo'ldi. Ay, yaxshi ish bo'lmadi, lekin Grox bo'lganda edi, undan battar bo'lardi. Otajon, Salom bolajonim, sening otang hozir eng yaxshi joyda. Ko'rdingizmi, agar Grox bo'lsa uni qo'yib yormagan bo'lardi. Qani bu yoqqa kel tirrancha. Bilasizlarmi nima? Bu dalil bo'la olmaydi Groxligim haqida. Chunki men Groxman. Hey, o'zingizni bosing. Ey xudoyim, men sal qolib o'lib ketardim. Endi meni aniq ushlash olmaydi. Ey, sizlar meni lol qoldiryapsizlar. ushlanglar uni. Hey, la'natlar, o'zingizni bosing dedim. La'nati, bu yana nimasi bo'ldi? Groxni o'ldiring. Hali sen meni o'ldiraman degan, qani tur yo'q bu yerdan tirrancha. Qani silaydi ishi. Men tayyorman. Sen bilasanmi men kimman la'nati? Tur yo'q bu yerdan sen ham. Mana men jangga chiqaman, men tayyorman. Borgan sari bu jang menga yoqib boryapti. Qani silaydi ishi. Yordam bering, men sanduqqa tiqilib qoldim. Dinnaxi sandig'ing bilan. Qani silaydi ishi. Qo'yish oshna, sen men bilan jang qilmoqchimisan? Tayyormisan men bilan jang qilishga? Groxga obuna bo'ling. Mayli, men seni ozod qilaman. Rahmat. Keyingi safar Anilan dublyaj o'zga obuna bo'ling deb qo'y. Xo'p, mana Grox. Qani olg'a, borgan sari bu menga yoqib boryapti. Sen buni uddalaysan. Mayli, qani keyingisi kim edi? Jinursin, uning qo'lida quroli bor ekan. Bir daqiqa, sen nima qilyapsan? Jinursin. Sen ko'zi ojizlarga yordam berishing kerak edi. U qirroq o'ynayapti. Hey bolalar, o'zingizni boting. Men buni uddalayman. Men bu yerdan chiqib olishim kerak. Sen nega suvni iflos qilding? La'nati. Bunday bir cho'milib yursang bo'lmaydimi, Isqar? Hey, men sasamayapman. La'nati. Hey, o'zingizni boting. Jinursin qayerga berkizam ekan? Mana bu yerda joy bor deb o'ylayman. Men tayyorman. Qani olg'a. Og'ayni, sen hozirgina meni jonimni saqlab qolding. Hey, men unchalik sassiq emasman. Jinursin, u men uchun tushlik tayyorlab beribdi. Men bu yerdan zudlik bilan qani olg'a. Men hademay g'olib bo'laman, lekin men sasiyapman. Hey, oshna, tur o'rningdan, lekin o'lib qoldim dema. Mana bu futbolkani hidiga chidab bo'lmayapti. Fu bile. Mana endi ish ko'tsa kam bo'laveradi. Qani menga bolangni ber. Agar tirik qolishini xohlasang, mana bu kostyumni kiy. Ajoyib. Hozir men nimani qaytarsam, sen ham o'shani qaytarasan. Qaytarasan. Men eshitmayapman. Men tayyorman. Mana endi la'nati degin. La'nati. Mana buni qo'yamiz. Mana endi sen mensan. Bora qol. La'nati. Ey, sen o'g'lingdan xavotir olma. Unga hech nima qilmaydi. Men o'lyapman. Yo, u shunchaki hazillashyapti. Yo'q, ular men bilan hazillashmayapti. Xavotir olma, ular hozir uni qo'yib yuboradi. Yordam bering. Jinursin, bunday bo'lish kerak emas edi. Men seni otangga va'da bergan edim, ko'zim qorachig'iday asrayman deb. Mana endi seni kichkina Grox deb atayman. Biz ikkimiz bu o'yindan o'tamiz.
Ye jinursin, yo'q. Ey, seni o'g'ling bilmasdan o'lib qoldi. Ey, men hozir bitta oilani parokanda qildim. Ular esa meni o'ldirishdi deb o'ylashyapti. Mana endi ovni davom ettiramiz. Mana kech ham tushib qoldi. Endi biron joyga borib yotib dam olishim kerak. Bu yerda aholi bo'lish kerak. Iya, jinursin, rostdan ham bor ekan. Shunchaki bu boladan kravatini olaman. U yomon tush ko'ryaptimi? Sen menga xiyonat qilyapsan. La'nati, uning qizi xiyonat qilyapti. Men seni o'ldiraman qanjoq. Yo, oshna unday qilma. Sen uni kechirishing kerak. Sen Enderman bilan birga edingmi? Enderman bilan deysanmi? U la'nat qanjig'ini o'ldirib tashla. Bo'lmasam mana bu kravatni olaman. Mana qo'yat, men birinchi marta o'pishyapman. Tushunmadim nima? Voy, oshna, uning orzularini amalga oshiramiz. Xo'sh, bu yerda nima bor ekan? Yo'q, bu Grox. Yo, u meni tushida ko'ryapti. Men uni kravatini olishga ulguraman. Jin ursin. Nima bo'lsa bo'lsin, lekin men mana bu uydan kravatni olib chiqaman. U juda ham og'ir ekan. Qani bu yoqqa kel. Qani kravatni ko'tar. Ellatda. Hammangiz bir bo'lib kravatni tortasizlar. Qani tortinglar. Hozir ko'raychi qancha qimirlagan ekan. Ha, biz buni uddalayapmiz. Balkim qayiq bilan olib ketarman. Men buni uddaladim. Va nihoyat men yotib dam olaman. Bo'lanati, men kelgunimcha bechara kravatni xor qilishibdi. Xo'sh, mana endi bir ko'rishim kerak. Ular meni o'ldirdi deb o'ylashyapti. Endi menda pistolet bor. Men xohlaganimni o'mari bilaman. Hozircha hech kim ko'rmayapti. Ana menga borini chiqar. Iltimos, meni o'ldirmang. Menda bori shu. Ey, menga qara. Men do'stimga telefon qilishni tanlayman. Sen bilan hammasi tugadi, bolajonim. Bu mening yaxshi ko'rganim. U seni yurakdan yaxshi ko'rgan ekan. Yo'q. Sen xafa bo'lma, men uni rasmini uyimni o'rtasiga osib qo'yaman. Bu ajoyib fikr. O'z sevgisi uchun qurbon bo'ldi deb yozdim. Keyinchi? Men unga mo'ylov chizib qo'ydim. Mayli. Yana unga soch ham chizdim. Yana unga chiroyli ko'zoynak ham chizib qo'ydim. Sen uni ustidan inzivatsiya qilyapsan. Men adashdim, uning sochlari yo'q edi. Mayli, u o'ldi, endi yo'qol bu yerdan. Qani menga borini chiqar. Mana meni uyimni ol. Ey, sen zo'r ekansan. Bu shunchaki rasm edimi? U tirik ekan. Yo'q. Grox tirik ekan. Nima edi bu? Menimcha u chekishni tashladi dedi. Yo'q, u ichishni tashladi dedi. Men nima deganini eshitdim. Men uni singlisi bilan yurganimni bilib qolgan. Hozircha aholini qul qila olmayman, lekin boshqa moblarni qul qila bilaman. Xo'sh, biz qorbobo qullarni topamiz, ular esa menga uy qurib berishadi. Xo'sh, sen mana bu temirni boshqa joyga olib qo'yib bilasanmi? Latta ekansan, sening qo'lingdan keladimi? 3-2-1 olinglar. Hammangiz bir xil latta ekansizlar. Nima? Ey, jinursin, kechirasan meni. Hozir men seni azoblardan qutqaraman. Sen bu dunyoga kelmasliging kerak edi. Mana endi erib ketishing mumkin. Sizlar juda ham mehnatkash ekansizlar. Ishlaringiz yaxshi ketyapti, gap yo'q. Ish vaqtida uxlayapsanmi? Kravat keltirib beraymi? Xudoyim, kecha tushimga Grox kirib juda meni qattiq qo'rqitdi. Mana shunga yotasan. Men tayyorman. Menga yana bitta ferma qurib bering. Jinursin, ular hammalari erib ketishibdi. Bunisi ham erib ketgandir. Yo'q, u hali erimagan ekan. Bo'lmasam temir golemlar kerak. Qani menga uy qurib bering. Sen meni qulvachchada himoya qilishing kerak. Qani meni bobom bilan jang qil. Seni boshqa imkoniyating yo'q. Xo'sh, siz nima deysiz, bobojon? Hoy, sen nimaga qodir ekanligingni ko'rsatib berishing kerak. Hoy, beaql bola, qilma u ishni. Qilmayapman senga. Men senga qilmayapman. Yallanati. Menga kerak emassan. Men seni dov yuraklardan qilaman. Jinursin, u juda ham katta ekan. Men seni orqangda bilaman. Nima? Men bundan da yaxshiroq qila olaman. Qani olg'a. Boy, yana shu narsa kelib chiqdi. Men seni bu azoblardan juda ham tez xalos qilaman. Mayli, aldamayman, juda ham qiynalib o'ldi. Qani ko'ramiz, qanchalik ishonchli ekansizlar. Qani uruni. Yo'q, men mana bunday degan edim. Ey, o'zingizni bosing. O'zingizni bosing. Yo'q. Mana bu kichkintoy qolib ketibdi. Kichkintoy, sen menga uy qurib berishing kerak. Men hozir kelaman. Nega menga haligacha uy qurib bermading? Nima qilding shu paytgacha? Bo'lmasam nazoratchilar bilan ishlaymiz. Qani oshna menga uy qurib ber. La'nat, seni quloqlaring haqida unutib qo'yibman. Ey, seni ahvoling joyidami? Meni o'zi eshityapsanmi? Oshna, bunaqasi ketmaydi. Menga yangi nazoratchilar kerak. U ko'zlarini yumib ishlayaptimi? Oshna, xohlagan blokingdan foydalan. Xudoyim ey. Bu moblar bir tinga arzimaydi. Men shunchaki tezroq tugatmoqchiman. Mana o'g'rivachchalar. Biz hammamiz qishloq aholisini yomon ko'ramiz. Nima gap, oshna? Endi sizlar meni qo'limda ishlaysizlar. Ey, sen bir daqiqa. Bor, menga olmos olib kel. Mayli, sen qahramon emassan. Ey, u qayerga qo'yib bo'ldi? Ey, tush u yerdan, la'nati. Bizda qochqin bor ekan. Nima? U o'zini o'lganga solyaptimi? Jinursin, u o'zini o'lganga solyapti. Mana bunday qilsam nima deysan? Mayli. Sening o'g'ling meni qo'limda. Agar sen hoziroq o'rningdan turmasang, uni vulqonga tashlaymiz. Agar o'rningdan tursang, ikkinchi o'g'lingni qutqara olasan. Uni tashlab yubor. Xo'sh, biz buni uddalayapmiz. Men sizlarni qiynamoqchi emasman. Endi sizlar meni qo'limda ishlaysizlar. Sen o'zingni zo'rman deb o'ylayapsanmi?
Nima? Men seni bularga o'rnak bo'lishi uchun ko'rsataman. Seni isming Boymurod, Jamol, kim ko'tvachcha bo'lish xohlaydi? Hammamiz kap-kattamiz, buni hal qilishimiz kerak. Hujumga! Jimursin, sen uni nokaut qilding. Olg'a, mana endi sen ko'tvachcha bo'lasan. G'olibimiz uchun sovg'a sen tivarsan. Keyingi safar hammangiz tivarga o'xshashingiz kerak. Seni ko'rinishing gap yo'q. Sen nima balo, buvingni ro'molni taqdingmi? Sen hattoki kiyinmagansan. Oh, bu tatuirovka-ku. Anilan dublyajga obuna bo'ling. Men senga aytgan edim, sen borib olmos olib kel. Yo'qol bu yerdan ko'zimga ko'rinma. Agar sen chiroyli kiyinganingda edi, men senga ruxsat berardim. Agar kiyiming orqasida ko'k chiziq bo'lganda edi, men seni agar tillo zanjiring ham bo'lsa edi, yo'q, yana seni 3 ta ko'z oynaging bo'lsa edi, agar seni bir qo'ling bo'lsa edi. Obbo, mayli o'taver. Men tayyorman. Qani og'aynilar, menga uy qurishni boshlang. Qani olg'a, men mana shu haqida gapirgandim. Sizga ishchi kuchi ko'proq kerak bo'ladi. Bo'lmasa mana bulardan boshlaymiz. Men tayyorman. Sen biz bilanmisan? Men sendan so'rayapman. Yana bir marta so'rayapman. Sen biz bilanmisan? Hammasi joyida. Ajoyib. Bo'lma. Ana olg'a, biz hademay o'yinda g'olib bo'lamiz. Mana bu olmoslarni olishimiz kerak. Lekin qanday qilib o'tamiz? Qani olg'a. Sizlarga gap bo'lishi mumkin emas. Bu ajoyib g'oya edi. Oh, hammasi joyidami? Nima balo, uxlab qoldingmi? Kimdir bu ko'prikni tekshirib ko'rsin. Yaxshi, mustahkamga o'xshaydi. Qani bir sakrab ko'rchi. Lekin nimagadir ishonchim komil emas. Hali ham ishonchim komil emas. Necha kilogrammgacha ko'taradi deb o'ylaysiz? Sizlarning ishonchingiz komilmi mustahkamligiga? Ha, salgina ishonsa bo'ladi. Mustahkamligini tekshiring desam nimalar qilyapsizlar? Obbo, mana ko'rdingizmi? Ko'prik mustahkam emas dedim-ku. Shunday ketaversak, biz albatta o'yindan o'tib g'olib bo'lamiz. 3-qadam ham bosib o'tildi. Bunga ishonish qiyin. Qani menga bu yerni ko'rsatib chiqing. Endi yomon xabar bor. Axir bu Grox emas. Bu yer ajoyib ekan. Tamaddixona ham bor. Tamaddi vaqti ham bo'ldi. Bitta Big Mac bering. Qayerga ketyapsan? Bo'ldi, qornim to'ydi. Super qahramon bo'lishi mumkin emas. Buni qanday ushlading? Mayli, qani sinab ko'ramiz. 100 ta zumrad, senda pul bormi? Endi tekshirib ko'ramiz. 99 ta zumrad? Oshna, yana ozgina narx-navoni tushirmasang bo'lmaydi. 80 ta? Ey, senga yana qancha tushuntirishim kerak, ha? 40 ta? Men seni vulqonga bo'ktiraman. 2 ta zumrad? Yo'q, oshna, bunaqasi ketmaydi. Sen 2 raqamini 0 ga tushirishing kerak. Nega u hali ham 2 turibdi? Ey, bu yerda aholilar o'rtasida basketbol ketyapti. Bu o'yindan o'tishga bizga qanday yordam beradi? Bu bola yomon emas. Qani olg'a. Ey, u meni qo'limga tupurdi. Sen bu yerga bularni qanday qilib olib kelding? Biz bu yerda Boymurodni oxirgi manzilga kuzatish uchun turibmiz. Iloyim Boymurodning joylari baytaraflarda bo'lsa. Mana endi tushundim bittasi nima uchun nogiron bo'lganligini. Ey, ular haqiqiy shou uyushtiryapti. Qo'yil. Men sen bilan birga bir o'ynamoqchiman. Boshlanishi yomon emas. Tushunmadim. Sen nima meni ustimdan kulyapsanmi? Men sen bilan birga o'ynamoqchiman. Mayli, birinchi to'pni sen uloqtirasan, lekin yutqazishing kerak. Men senga yutqazishing kerak dedim. Mayli, endi seni galing. Meni tovarlarimning fabrikasi. Bu yerga aholi olib keldik tovarlarni ko'paytirish uchun. Mana bu dizaynerga rahmat aytib qo'ying. Nima? Mening aholim buni kiyadimi? Demak, sifatini yaxshilab tekshirish kerak. Jinurson, u juda ham chidamli ekan. Bunday qilsa bardosh yetarmikin? Balkim 100 ta o'q otsak-chi. Balkim o'q otib ko'rarmiz. Hoy, bezmiyalar, bizga o'q o'tmaydigan kiyim kerak. Qani kela qol, biz kiyimni sinovdan o'tkazamiz. Men qo'rqyapman. Axir undan o'q o'tmaydi-ku. Agar muhandisimiz bilan gaplashsang, ko'ngling joyiga tushadimi? Mana endi sinovdan o'tkazamiz. 3, 2, 1. Yo'q, bu sinovdan o'tmadi. Qo'yili. Groxning tovarlari zudlik bilan sotib oling. Biz buni ko'rishimiz kerak. Qani ko'raylik-chi. Bu yana nimasi bo'ldi? Sen krishkasini ochmagansan. Mana endi bemalol ko'rsa bo'ladi. Nimalar bo'lyapti? Sen kamerani o'zingga qaratib qo'ygansan. Mayli, bilasanmi nima? Mana endi umuman kameraga yaqin kela olmaysan. Ey, ovozingni o'chirib o'tirib bilasanmi? Mana endi uning ovozi ham chiqmaydi. Yo'q, bu umuman kulgili emas. Mana endi ham ovoz chiqarib ko'rchi. Mana endi yaxshi kadrlar olsak bo'ladi. Yo'q, men o'zimni shaxsiy reklamamni olyapman. Qani borib unga gul ber. Agar mening ismim tushirgan kiyimni kiysangiz, qizlar sizniki. Ey, sening beting turshakka o'xshaydi. Ey, biz buni kutmagan edik. Ey, o'zi betingga nima qilgan? Yo'q, xudoyim. Haqiqatan tasqara ekansan. Uning shunchaki tomi ketgan, mening tovarimla aloqasi yo'q. Ajoyib reklama.
Dush? Nima, menga mumkin emasmi? Nega aynan shundan foydalanishim kerak? Ey, ko'rinishi yomon emas. Xo'sh. Ey, la'nati, qani yo'qol bu yerdan. Va nihoyat men yolg'izman. Nima, meni shaxsiy taxtiravonim bormi? Biz ertaga bu o'yindan o'tamiz, bugun esa shakar guftorlik qilamiz. Futbolkanga gap yo'q, dinnaxi. Sen kimsan? Yo xudoyim, axir bu miyasi yo'q qaroqchi-ku. Miyani oldiga skoshlab qo'ying. Mana endi raqs bo'yicha battle o'tkazamiz. G'olib bo'lgan sovrin oladi. Yejjin o'rsin, mana buning raqsiga gap yo'q. Yejjin o'rsin, bunisi uxlab qoldi. Iltimos, boshqa bunday qilma. Wow! Bo'ldi, buni yo'qotinglar. Sen raqqoslar battle'ga yutganing uchun senga sovrin beraman. Rahmat. Bazm eng qizg'in pallaga keldi. Jinursin, ular meni o'lmaganimni bilib qolishdi. Ular bizni topib olishda qochib qol. Yo tova, ey, o'zlaringizni bosing. Bundan rasosi bo'lmaydi. Ularni qarab o'tirishga ham majbur qilishyapti. Bu yerdan zudlik bilan chiqib olishim kerak. Bu yerdan chiqadigan yo'l yopildi. Men tuzoqqa tushib qoldim. Men hozir o'ldirishlarini xohlamayman. Sal qoldi qo'lga tushandim ya. 1 daqiqa. Sen nega skochni uzib tashlading? Ey, mana endi hammasi joyida. Ey, o'zingizni bosing. Bu Lokiga yoqmayapti. U ham qochdimi? To'g'ri aytasan, biz yordam berishimiz kerak. Jinursin, hamma sekingina tovush chiqarmay yursin. Men hammangizni yaxshi eshityapman. Menda bir reja bor. Biz hammamiz bu yerdan sog'-salomat chiqib olamiz. Ana olg'a, tezroq. Shoshmang, biz ishni oxirigacha yetkazmadik. U seni ko'rsan deb aytgan edi. Jinursin. Ana bu yerda bir tekshiramiz. Sen qani bu yerdan tekshirib chiq. Katta rahmat senga. Senga nimalar bo'ldi? Ularni yana bir bor tekshirib kela olasanmi? Oshna, biz sendan juda ham minnatdormiz. Men senga dastxat qo'yib beraman. Yana bir marta tekshirib kela olasanmi? Agar sen tekshirishga chiqaman desang, men senga ko'rinmas damlama beraman. La'nati, men chiqish yo'lini topishim kerak. Hoy do'stlar, men Groxni o'ldirdim. Mana o'sha muttaham. Biz bu yerdan chiqib olishimiz kerak. Bu yerdan sakranglar, lekin sizlarni hech kim ko'rmasin. Men Groxning futbolkasini yomon ko'raman. Nima deding? O'zingizni bosing. Bundan yomoni bo'lishi mumkin emas. Ey, agar meni qutqarsang, men seni oziq-ovqat bilan ta'minlayman. Jinursin. Rahmat sizlarga bolalar, lekin menda oziq-ovqat yo'q. Lekin biz do'st bo'lib qolishimiz mumkin. Ey, balkim sizlar bilan kelishib olarmiz. Balkim menga yoqib qolgandirsizlar. Agar sizlardan gulni hidi kelyapti desamchi, qo'yning ahvoli yaxshi deb o'ylayman. Yo xudoyim, hammasi o'z joyiga tushdi. Mana endi yer osti dunyosiga tushsam ham bo'laveradi. Ko'raylikchi mening bosqinchilarim nima qilishyapti. Jinursin. Ular meni do'stimni osib bu yerga qoldirib ketishibdi. Endi kim menga yordam beradi? Oshna, senga bir taklifim bor. Agar gapirmoqchi bo'lsang, men senga yordam beraman. Bizga yordam bera oladigan do'stlaring bormi? Tushunmadim. Senda do'st bo'lishi mumkinmi? Xo'sh, u qaysi uyda? Yo'q. 2 tomchi suvday o'xsharkansizlar. Demak, biz buni uddalaymiz. Oddiy aholini ham bizga yordami kerak. Jinursin, bu ham sizning do'stingizmi? Menga aqllisi kerak, 300 kilogramligi emas. Izohga hojat yo'q. Ish qilib aqllisi bo'lsin-da. Qariya, mening yoshim 55 da. Uzr. Qariya bezmiya tupoy va semiz. Ish qilib miyang joyidami? Tushunmadim. Hozir men sendan nimani so'radim? Sizlarning orangizda eng aqllisi bo'lsa, mening o'sha yerga olib boring. Ish qilib bu normalni bo'lsin-da. Ajoyib, sen normalniga o'xshaysan. Sen va sening do'stlaring meni uyindan o'tishimga yordam berasizlar. Bo'lmasa hammangizni o'ldiraman. Iltimos, meni o'ldirma. Nima? U seni eshitmaydi, lekin ko'ra oladi. Ming bor uzr, men buni bilmagandim. Tanishganimdan xursandman. Men tayyorman. Yer ostiga tushish vaqti keldi. Mana bularni kiyib oling. Nima? Mana endi sizlarning sog'lig'ingizdan xavotirdaman. Rahmat de, sening razmering bor ekan. Nima, mening ko'rinishim yomonmi? Ha-da. Sizlar tushib men uchun obsidian olib chiqinglar. Sen esa shu yerda qimirlamay o'tirgin. Voy Grox. Mening ko'rinishim yomonmi? Qani menga ozgina obsidian olib keling. Ey, seni toming ketgan ekan. Bo'lmasa sen olib kel. Meni ishlashim ham shart emas. Bo'ldi, men charchadim. Nima? Sen mening oxirgi najotkorimsan. Endi senga 2 soat tushuntirishim kerak. Yana nima bo'ldi? Sen uni onasini o'ldirdingmi? Yo'q, uzr. Sen la'nati shu ketishing bo'lsa, bu hayotda hech nimaga erisha olmaysan. Yo'q, men unday demadim senga. Nimaga qarab turibsan? Qani pastga tush. Bilib qo'y, men bu ishni sen uchun qilmayapman. Yashab ol, sen buni uddalading, chunki sen semizsan. Devorning ortida bizni kutib turgan aholi bo'lishi mumkin.
Nega menga bunday qarayapsan? Nima uchun endi aynan men? Men tayyorman. Mana endi aholi bu yerga kira olmaydi. Nima? Ey, bo'ldi dedim senga. Ish bajarildi. Mana endi keyingi savolga o'tamiz. Ey, bo'ldi dedim men senga. Kechirasan, bu yerda ozgina tushunmovchilik bo'ldi. Meni oxirgi tilagim sen bilan birga bo'lmoqchiman. Obbo, endi buni hech kim unuta olmaydi. Ko'raylikchi, u yerda nima bor ekan. Obbo, men o'z so'zimni qaytarib olaman. Bundan yomona bo'lmaydi. Yordam beringlar, meni urishyapti. Qoyil, zo'r-ku, bunday yangilikni birinchi marta ko'ryapman. Afsuski, u yerga tushishni faqat bitta yo'li bor. Kimdir o'zini qurbon qilish kerak. Hozir shuni birgalikda hal qilamiz. O'shiq yordamida agar kim yutqazsa o'zini qurbon qiladi. Obbo, men afsusdaman oshna. Shoshmang. Axir u hech nimani eshitmaydi-ku. Men tayyorman. Qaramani tezroq amalga oshiramiz. Biz sendan minnatdormiz oshna. Qanday bilamiz ular o'lishdimi yo'qmi? Yo xudoyim, agar u tirik qolgan bo'lsa-chi? Jinurtin, yo u o'libdi. Jamol, yo, nega o'ldi? U meni qadrdon do'stim edi. U o'zini Anilan dublyaj uz uchun o'zini qurbon qildi. Mana meni oldimda faqat sizlar qoldingiz. Agar sizlar yarador bo'lsangiz, menda dorivorlar bor. Yo xudoyim, ochta seni qachon qayering og'riyapti? Ustimdan kulyapsanmi? Mayli, skochni yech. Mana bir nima yeb ol. Ahvoling yaxshimi? Yo xudoyim, la'nati. U tiqilib qoldi. Yo! Uzr oshna, senga juda ham katta go'sht beribman. Mana yarmini ol. La'nat, bu yana nima bo'ldi? Buni yosh bola ham yeb biladi. Agar sen shuni ham yeb bilmasang, men bilmayman senga nima berishni. Sen ustimdan kulyapsanmi? Mayli, o'laversin. Mayli, u kurashyapti. Mana biz yer ostiga ekanmiz, endi bizga olovli tayoqcha va Enderning ko'zlari kerak. Biz bularni bastionlardan olib olamiz. Yo, nima gap? Ey, o'zlaringiz bosing. Menda oltin bor, menda kiray to'plaridan kerak. Menga kiray to'plari dedim, qani bo'la qol. Ey, bu meni ustimdan izolyatsiya qilyapti. Qani sen menga ber. Bilasizlarmi nima? Sen dalba yopsan. Qani bo'la qol. Nima? Sen shunchaki keta olmaysan. Men senlar bilan o'yin qilyapmanmi? Senlar men bilan o'ynashyapsanlar. Senlar meni yuragimga to'kildilaring. Senlarga blokdan boshqa yana nimalaring bor? Jinursin. Xo'sh, menga yordamingiz kerak. Salom do'stlar. Men sizlarning oldingizga do'stim Dreamni olib keldim. Nima, sizlar o'sha emas deb o'ylayapsizlarmi? Qani ayt, men Dreamman deb ayt. Do'stlar, sizlar meni tanimadingizmi? Mana men aytmaganmidim bu o'sha deb. Mana endi olovli tayoqchalarni izlash kerak. Jinursin. Bu mening oxirligim sabablimi? Yo, unday emas. Yordam bering. Yo! U o'ldi. Men tirikman. Mana buni qoyilmaqom mo'jiza deb bo'ladi. Olg'a! Obbo, uning yuragi qisdi. Xo'sh, mana bu yerda olovli tayoqchalar bor. Biz shunchaki mana shu yerda o'tirib kutishimiz kerak. Jinursin, mana ular. Ha, biz buni uddaladik. Grox, biz uchun olovli tayoqchalar yetadimi? Agar biz uni bo'laklarga bo'lsak, bizga aniq yetishi kerak. Agar biz buni ishlatmasak, o'g'il ketadi. Mana shunday. Men tayyorman. Mana endi Ender Cry qoldi. Ana olg'a, men sizlarni o'lishingizga yo'l qo'ymayman. Men yomon charchadim. Nima? Biz yer osti dunyosiga uxlamasligimiz kerak. Unda men qayerda uxlashim kerak? Bilmayman, mana yerda uxla. Voydon rohatijon. Yo'q xudoyim, bu yerda umuman uxlash mumkin emas ekan. Men tayyorman. Qani olg'a. Biz u yerga boramiz. Xato tashladim. Uni borib olish kerak. Rahmat uni asrab qolganing uchun. Xo'sh, ob-havo qanday? Men tayyorman. Yaxshi, biz buni uddalayapmiz. Qani tur o'rningdan. U shu yerda ekan. Jinursin, uni tortib ol u yerdan. Nima deb o'ylaysan? Uning ahvoli yaxshimi? Jinursin, bu la'nati o'ldi. Hech kim bu qabrga tegmasin. Qani olg'a. Xo'sh, tayyormisizlar? Olg'a, biz buni uddaladik. Jinursin, bu yerda bir zona yetmayapti. Men bilaman uni qayerdan olishni. Hech o'ylamagandim men shu ishga qo'l uraman deb. Men tayyorman. Qani olg'a. Sen kimsan? Men seni bolangman. Yo'q. Ha, bu rost. Endi men aliment to'lashim kerakmi? Nima? Yo'q. Xudoga shukr. Men seni to'xtatmoqchiman va asl yuzingni ko'rsataman. Biz buni yaxshi yo'l bilan amalga oshirishimiz mumkin. Ikkinchi variant ham bormi? Bu bizning o'rtamizda qolsin. Bu mening o'g'lim. Unda bombalar nima qiladi? Uzoqdan bo'lsa ham, lekin yuzingni ko'rsatishing kerak. Mayli, buni bir sinab ko'rishim kerak. Nima? O'zingni bos, men seni o'g'lingman. Uzr, lekin meni tupurib qo'ygan joyim bor. Qani men bilan yur. Nima? Ular nima qilishyapti? Senlarga o'zingga o'xshab aqling ham past. Senlarga qarab mening qornim och qoldi. Nima? Jinursin, yo'q. Men bunga tayyor emasman. La'natlari. Yo'q. Ular temirchiga aylanib bilishadimi? Ular ruhoniy ham bo'la olishadimi? Mana ular tupoy ham bo'lishar ekan. Bunisi yana kim bo'ldi?
Ey, axir bu bezmiya-ku. Qani olg'a, shoshma. Sen bilasan, buncha katta bo'lakni bir o'zing yeb bilmaysan. Bunday ahmoqlik qilma. Yo'q! Men uchun yaxshilik qilganingni hech qachon unutmayman. Qani olg'a, biz buni uddaladik. Men bilaman sen nega bunday qilganingni, faqat xafa bo'lma. Men sendan xafa emasman. Rahmat meni tushunganing uchun. Men seni onangni ko'rsataman. Ularni hammasiga chek qo'yish kerak. Otajon, men sizni sog'inib ketdim. Ey, yo, mendan uzoqroq yur. Siz meni sog'inmadingizmi? Ey, men seni tanimayman ham. Siz meni boqib katta qilgan edingiz. Yo'q, men seni chuqurga tashlagan edim. Men xavfsiz bo'lishim uchunmi? Ha, shunday. Keling, bir bag'rimga bosay. Ya, onangni engur. Bu tuvarga mendan uzoqroq yur degan edim. Mayli, o'zim yuzimni ko'rsatishim bilan yangiliklar qo'yib boraman.